Assalomu alaykum aziz muxlis. Davlatni sota olmayman. Zelenskiy katta matbuot anjumanini o'tkazdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy fevral kungi brifingda AQSh va Rossiya vakillarining Saudiya Arabistonidagi muzokaralarga munosabat bildirdi. Nima uchun AQShning foydali qazilmalari bo'yicha taklifni rad etganini aytdi. Shuningdek, Ukrainada saylov o'tkazishga chaqirgan Trampga javob qaytardi. Ukraina prezidenti amerikalik hamkasbi Donald Trampning da'volari va Rossiyaning bosimiga javob berdi. Agar kimdir meni hoziroq almashtirmoqchi bo'lsa, bu hozir ilojsiz. Biz mening reytingim 4% ekanligi haqida ko'rib chiqdik. Biz uning Rossiya tomonidan tarqalayotganini ham tushunamiz. Bizning qo'limizdagi bu raqamlar Amerika va Rossiya o'rtasidagi muhokama qilinganiga doir dalillar bor. Achinarlisi, prezident Tramp bu dezinformatsiya muhitida yashayapti, deydi prezident. Zelenskiy yaqin hafta ichida ukrainaliklarga ko'ra AQSh prezidenti Donald Trampga, Polsha bosh vaziri Donald Tuskga, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'anga va boshqa ittifoqchi davlatlar yetakchilariga bo'lgan ishonchi darajasini ochiq e'lon qilishni ma'qul ko'rdi. AQSh va Rossiya Saudiya Arabistonida o'zi ikki tomonlama masalalarni muhokama qilayotgan ularning haqqi. Menimcha AQSh Putinga ko'p yillik izolyatsiyadan chiqishga yordam berdi. Kecha ruslar bilan ularni jabrlanuvchi sifatida ko'rib gaplashdi. Tramp ma'muriyati Rossiyaga bo'lgan munosabatlarni yumshatdi, urushni esa mojaro deb atayapti. Men Tramp jamoasida ko'proq haqiqat bo'lishini xohlar edim, chunki bu ishlar Ukrainaga mutlaq ijobiy ta'sir qilmayapti.